Sotuv haqida gaplashamiz. Sotuvning eng asosiy joylaridan biri bu mijozni ehtiyojini aniqlashlik bo'ladi. Mijozni ehtiyojini aniqlashlik oddiy savollar bilan ham bo'lishi mumkin, lekin aslida mijozni eng yaqin insoningiz kabi samimiy tinglaganingizda rosti asl ehtiyojlari qanday ekanligini bilib olishlik mumkin bo'ladi. Ko'pchilik mijozlar asl holatidan boshqa holatni ko'rsatgisi keladi, chunki hamma ham asl yuzini, asl holatini, asl sharoitini ochiq-oshkora ko'rsatishni istamaydi. Mijozni asl ehtiyoji, asl holatini bilish uchun uni eng yaqin insoni bo'lishingiz kerak. Eng yaqin insoni bo'lishligi uchun uni samimiy tinglashingiz kerak bo'ladi. Odatda sotuvchilar o'zlarini juda ham bilimli yoki shustri deb hisoblab, ular oldindan berishi mumkin savollarni taxmin qilib turib, so'ramasa ham qaysidir jihatlarini, xizmatini yoki o'sha mahsuloti haqida ma'lumotlarni tasratib aytishni boshlaydi. Bu aslida noto'g'ri narsa, chunki qachonki mijoz qaysidir savolni berganida o'sha savolga to'liq javob berishlik kerak bo'ladi. Dunyo statistikalariga ko'ra mijoz bilan suhbatda sotuvchi 30% gapirish kerak, mijoz esa 70% gapirish kerak. Ehtiyojni aniqlash uchun beriladigan savollarda faqat ochiq savollar bo'lishi kerak. Mijozlar ha yoki yo'q deb javob beradigan savollar bo'lmasligi kerak. Shunga o'xshash savollarni misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, birinchisi, sizga qanday mahsulot kerak? Siz bu mahsulotdan nima kutyapsiz? Rostdan ham bu mahsulot sizni ehtiyojingizni qoniqtira oladimi? Avval ham shunga o'xshash mahsulotdan yoki xizmatdan foydalanib ko'rganmisiz kabi savollarda mijoz ha yoki yo'q deb tugatmaydida, o'zini fikrlarini bildirishni boshlaydi. Chunki siz bergan savollar ochiq savollar. Yopiq savollar esa har doim mijoz ha yoki yo'q deb javob beradigan savollar bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Ha, tushundim. Demak, sizga shu mahsulotdan yoki xizmatdan kerak desiz, mijoz albatta ha yoki yo'q deb javob beradi. Bu mahsulot yoki xizmat sizni ehtiyojingizni qondiradimi degan savolga ha yoki yo'q deb javob berish mumkin. Shunga o'xshagan ha yoki yo'q deb javob beradigan savollardan umuman qochamiz, chunki biz uni aniq ehtiyojini aniqlashimiz kerak. Uni ko'proq gapirtirishimiz kerak. Ya'ni biz mijozni ko'proq gapirtirishlik uchun ochiq savollar berishimiz kerak. Mijozni tinglash jarayonida har doim ham siz haqsiz, to'g'ri aytyapsiz, ha siz to'g'risiz, siz zo'rsiz, eng zo'risiz og'a degan holatlardan chekinishlik kerak. Faqat shunchaki siz eshitayotganingizni va uni tushunayotganingizni bildirishlik uchun aha, tushunarli, xo'p degan tasdiqlarni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Shu narsani unutmangki, sotuvchilar aslo yolg'on gapirmasligi kerak. O'zida yo'q jihatlarini, mahsulotida yo'q jihatlarini yolg'on gapirib bordek qilib ko'rsatmasligi kerak bo'ladi. Agar suhbatga yolg'on aralashsa yoki mavhumlik aralashsa, oradagi samimiyat o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Samimiyat bo'lmagan joyda siz mijoz bilan yaqinroq munosabat qila olmaysiz. Mijozni ehtiyojini aniqlay olmasligingiz mumkin bo'ladi. Ehtiyojni aniqlashdagi holatlarni boshlang'ichi shular. Yana kelgusi videolarda davomini albatta to'liq qilib yetkazishga harakat qilaman.